kim chaqirsa yordam berishga tayyor. U pul uchun emas. Men olardim bilimni tarqatardim. Keyin bir kech payt taqillatib kelishdi, programma yozib berish kerak. Kimga desak, prezident devoniga. Prezident devoniga men 19 ga kirayotgan paytda programmani yozganman. Programmani yozib, keyin o'zim programmalarni borib prezident apparatida tarqatganman, disklar bor edi. Hamma keyin ular bir-biridan ko'chirardi. Ko'chirganda programmist kim yozganligi haqida o'tda sotuvlar yo'q edi. Meni uy telefonim yozilgan edi. Uyimga telefon qilardi davlat maslahatchilari. Anaqa, kimsan? Qanaqa sani anaqa ular даже bilmagan shu. Men o'sha yerda keyin men kelib turaman desam, chaqirib, ular ham ustozda, katta odamlar. Men qayerga tushib qolganimni bilmayman. Faqat IT haqida gaplashaman. Har bir katta narsalarga erishgan odamlar kelib, men dachimga qo'yib berdi kompyuterda. Keyin shu Islom Duraniyevichning sekretari bor edi, mashinkadan endi kompyuterga o'tganda men uni ham o'rgatganman. Lekin men kompyuterchi bo'lganim uchun qayerda yuribman, bu odamlar kimligini men bilmayman, tasavvur qilmayman. Men uchun kompyuter tushunmagan odam to'poy odamda. Va ular uchun ham qiziq bola bo'lgan. Qarasa bu bola hech narsa miyasida ham yo'q, hech so'ramaydi o'zi uchun. Hech narsa, kimnidir aka men bitta yordam bering, unaqa degan ko'zda ham yo'q-da. Shuni ham ancha 1-2 yil nima qilganimda gaplashganda immunitet paydo bo'ladi. Katta odamlardan qo'rqmaslik. Mana shu har xil tasodiflar bilan kelajakda katta sotuvni qilganda boy, endi katta sotuv deganda shu 1-2 million programma hali noma'lum o'sha bo'lmaydigan narsa natijasi nima bo'ladi bilmaydi, lekin o'zimda shunaqa o'zida uverenность va shular hammasi shu 18, 19, 20 yoshda shakllanadi.